Hammalarga assalomu alaykum bolalar, sizlar bugungi videomizda mana shunaqa uy qurib qo'ydim. Endi buni jihozlashimiz kerak. Mebellarni olib keldim hozir, eshikni ochib olib. Video boshlamasdan oldin videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Tezroq mingta bo'laylik, iltimos. Buni bu ko'kni olamiz. Hop, bu yerga qo'yib olamiz. Hop, narsalarni olamiz. Qani tezroq olishimiz kerak. Davay. Hop, bu narsalar juda ham zo'r ekan. Hammasini 17 ta izmurudga oldim. Atigi 17 ta izmurud. Oho, zo'r bo'ldi, ammo chotki ekan. Buni yotsa bo'lar ekan, mazza qilib. Rakvinani bu yoqqa qo'yamiz. Shkaf ham bor. Shkafni tepaga buni qayerga qo'ysa bo'lar ekan. Hop, bu yerga qo'yib bo'ladimi? Yo'q, qo'yib bo'lmaydi ekan. Keyinroq qo'yamiz buni. Narsalarni olamiz, bir ikkitasini. Hop, olyapmiz buni. Hop, buni tepaga qo'yamiz. Yoz ham keldi. Hamma bildi уже isib ketdi kunlar ham. Hop, buni bu tomonga qo'yamiz govni. Hop, yoz juda ham isib ketdi. Уже 40-50 gradusga chiqib ketdi Minecraftda. Hop, bu narsalarni olamiz. Hop, buni qayerga qo'ysa bo'lar ekan? Mana shu yerga qo'yamiz. Hop, endi qaysini qilsam ekan? Narsalar ko'pligidan tilim ham zanjir tashlayapti. Qayerga qo'yishni ham bilmayapman. Buni olamiz. Buncha televizorni qo'yib olamiz. Hop, televizorni ham chotki mentda o'tirib ko'rsa bo'ladi, mazza qilib. Qaranglar, qanaqa zo'r. Atigi 17 ta izmurudga oldim. Hammasini 17 ta izmurud. O'ylayapsizlarmi? Mazza-ku bu 17 ta izmurud. Hop, bu narsalarni bu tomonga olamiz. Hop, bu tomonga qo'yamiz. Hop, bularni olamiz. Hop, keyin buni esa bu yerga qo'yib olamiz. Ana bo'ldi, qo'ydik. Xolodilnikni olamiz. Hammasidan xursandman. O'ylaganimdan ham zo'r bo'lyapti. Arzonga tushdi. Hamma narsa qaranglar. Uy ham arzonga tushdi. Doskalarni qaranglar, chiroyliligini, mana ventilyatorni yoqsa ham bo'ladi. Mazza, muzdek bo'lar ekanda endi. Sizlar ham olinglar, mazza qilib yotinglar. Ikkinchi etajga endi narsalarni joylashtiramiz. Bu yerga buni qo'yamiz, bu yerga buni qo'yamiz. Bu yerga tepaga qo'ysa bo'larmikan? Yo'q, tepaga qo'yib bo'lmas ekan. Hop, ichiga solib qo'ysam, yo'q, bo'lmas ekan. Yerga qo'yib qo'yamiz. Hop, stolni buyoqqa, yana buyoqqa qo'yamiz, yana buyoqqa qo'yamiz. Hop, pastga qo'yib chiqamiz hozir. Hop, qayerga qo'ysam ekan? Mana stolga qo'yib qo'yaman. Yaxshi, yonadi bu ham. Kechasi qo'rqaman, rostini aytsam. Sitini yoqib o'tiraman kechasi. Mana shu yerga qo'yib olaman. Keyin manzaradan bahramand bo'lib o'tiraveraman. Mazzaligini qaranglar, sizlar ham olinglar. Hop, bu narsalarni qo'yib oldik. Endi bu yerdan shkafni olamiz, bu narsalarni olamiz. Hop, bu yerga qo'yib olamiz. Buni ham bu yerga qo'yib olamiz. Hop, bo'lmasam buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Hop, qo'yib bo'lmas ekan shekilli chota. Bu yerga qo'yib qo'yamiz, o'tiramiz mazza qilib, bahramand bo'lib, hammasidan xursandman. Vashim o'ylaganimdan ham zo'r chiqyapti hozir. Svetni hop, rakvinani bu tomonga qo'ysak, hozir ana endi blenderni qayerga solib qo'ysam bo'lar ekan? Hop, bu yerlarga solib bo'lmaydi. Hop, bu yerga ham solib bo'lmaydi ekan. Hop, yerga qo'yib qo'yamizmi? Yo'q, yaxshi emas. Yerga qo'yish. Hop, bu yerga qo'ysam bo'larmikan? Hop, bu tomonga o'tirsam, o'tirib qoldim. Bu tomonni ochib bo'lmas ekan. Vashim zo'r chiqyapti. O'ylaganimdan ham zo'r chiqyapti. Albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Iltimos 1k bo'linglar. Tezroq videoga like ham bosib qo'yinglar. Hammaga tarqatib tashlaylar, iltimos sizlardan. Hop, tarqatib tashamanglar, like bossangiz o'zi ko'p odam ko'radi. Svetni qo'yamiz, yoqib
qo'yamiz. Albatta kechqurun tushyapti. Jigarlar, shu bilan videomiz tugadi. Videomiz yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar qanday zo'r chiqdi.